Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Hojimurodov va bizani bugungi navbatdagi videomizda o'zimizda mana shu YouTube'da ijod qiluvchi hamkasblarimizga bag'ishlanadi bu video. Ya'ni nima haqida Instagram'da ko'rgan bo'lsanglar, har xil blogerlar kollaboratsiya, ya'ni ikkita profilda ko'rinuvchi video qo'yishi mumkin edi. Ya'ni video chiqqan paytda ham ikkitasini ham akkaunti kollaboratsiya shaklini bildiruvchi ikkita profilning shapkasi bir-birini ustma-ust bo'lib shaklda ko'rinardi. Ushbu narsa Instagramni o'ziga yarasha fishkasi edi menga yoqadigan. Lekin baribir man Instagramda ijod qilolmasdim, sababi u iPhone'da ijod qilishni talab qiladi. Ya'ni iPhone telefonda kontent joylash kerak, unda syomka qilish kerak, xullas falobatarlari ko'p edi uni, ya'ni injiqliklari ko'p u Instagramdan. O'shaning uchun men faqat YouTube'da ijod qilishni yaxshi ko'raman. Xo'p, endi o'sha kollaboratsiya YouTube'da ham ilojisi bor. Xoh u katta 16 ga 9 hajmdagi katta video bo'lsin yoki u shorts video bo'lsin, xullas hammasida YouTube kollaboratsiyani yoqish mumkin. Prosta tak ikkita YouTube kanalingiz bo'lsa, ikkitasini ham kollaboratsiya qilib, ikkita kanalingizda ham ko'rinadigan video qilish mumkin. Aksincha, agar siz bitta ikkita YouTuber, ya'ni tanish YouTuberlaringiz bilan ijod qilayotgan paytingizda, ya'ni ikkita YouTuber birgalikda ijod qilgan bo'lsangiz, ya'ni bir kontent tayyorlagan bo'lsangiz, uni ham kollaboratsiya qilib, buni ham kanalda ko'rinadigan qilsanglar bo'ladi. Prosmotrlar soni esa umumiy bo'ladi. Lekin videoni avtori kim o'sha kanalga yuklab, kim o'shani belgilasa, o'sha nima bo'ladi? Videoni avtori bo'ladi prosta tak u kollaboratsiyaga taklif qilgan odam bo'ladi, ikkinchi kanalda egasi. Xo'p, ko'p gapirmayman, endi tushuntirib o'tib ketdimmi, boshida nima bo'lishini gaplaringda hozir ko'rsataman. Prosta tak ko'rsatib ketsam odamlar tushunmay qolmasligi uchun. Xo'p, endi sizlarga nimani ko'rsataman? Bu yerda mani asosiy kanalim bor. Mana shu videoni ko'rib turgan kanalingiz, bu esa mani ikkinchi kanalim. Hozir bu yerga asosiy kanalimga o'taman. Prosta tak men video yuklamayman. Mana. Xo'p. Bu yerda xohlagan bitta videongizni olishingiz kerak. Kontent bo'limiga o'tishinglar kerak. Mana men analitikaga o'tib ketdim. Xo'p, kelinglar, hozir men shortsga tashlab ko'rsataman. Masalan, mana shu videoni tahrirlash, avvaldan bor bo'lgan videoni ham kollaboratsiya qilsangiz bo'ladi. Endi bu yerdan sizlarga qiziq ko'rinadigan narsa ushbu videoni taxlayotgan paytingizda ham ko'rinadi mana. Hamkorlikni taklif qilish. Men avval bu nima deyishimiz mumkin? Masalan, ma'lum bir brendni YouTube kanalini taklif qilsa, ushbu hamkorlik deb qo'shib qo'ygan paytda mani kanalimga o'zi reklama joylay oladi. Mani videolarim orasiga qisqa videolarni o'shanga bu hamkorlik deb har qanday anaqani qo'shib ko'rayotgandim. Lekin bu kollaboratsiya ekan. Men boshida buni tushunmaganman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, aloqador videoni pastroqda joylashuv. Mana boshqaruv sizda bo'ladi. Kengaytiruv qamrov video hamkorlik auditoriyasiga yetib borishiga yordam beramiz. To'liq egalik videodan olingan barcha daromad, tomoshalar va tomosha vaqti sizda qoladi, deyapti. Ya'ni bu faqat YouTube'da avtori kim? Masalan, men katta ko'rsatuv qildim va katta ko'rsatuv emas, kichik ko'rsatuv chaqirdim, ya'ni podkastmi, xullas mani ijodimdan bo'lgan, ya'ni bitta podkast tayyorladim. Hozir podkast urfdayu. O'sha podkastni ishtirok etgan ikkitami, uchtami blogerni kanallarini kollaboratsiya qilib, ularni ham YouTube kanalida ko'rsatadigan qilsangiz bo'ladi. Masalan, men boyagi hozir video boshida ko'ringan mana shu Hojimurodov 1 kanalimga ko'rinadigan qilsam bo'ladi. Statistikalarni ko'rishga ruxsat berish. Mana sizlarga YouTube havola beradi. O'shani anaqa qil deb biz hozir hamkorlikni taklif qilish joyiga mana qabul qilish kutilmoqda, deyapti. Endi buni biz qabul qilamiz hozir, saqlash. Xo'p, endi sizlar mana shu agarda siz programmadan emas, mana shu kompyuterdan qilsangiz ham shunaqa. Men hozir telefonda ko'rsatayotganim uchun programmada ham ishlay oladi. Shunchaki mana shu YouTube kanalida mana shu kollaboratsiya qilmoqchi bo'lgan agarda ikkita kanalim o'zingizniki bo'lsa, shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu YouTube studiyada ushbu kollaboratsiya qilmoqchi bo'lgan ikkinchi kanalingizni ochib turib chiqib ketasizlar. Keyin esa Telegramdan va WhatsAppdan xullas bitta любой chatga kirib olib,
shu boyagi nusxalab olgan link orqali kiramiz va bizga ushbu kollaboratsiyani qabul qilishimiz uchun bizaga koridor ochiladi. Ya'ni bu ikkita kanalga ham ruxsat berish uchun bu kollaboratsiya so'rovini mana shu Hojimurodov One kanalidan taklifni qabul qilinishi so'rayapti mana hamkorlik. Men bundan avvalgi videom hamkorlik qilganman. Bu Alif nasiya haqidagi videom. Xo'p, bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Bu ekraningizdagi skrinshotlarni keltirib o'taman. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shorts ham mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu skrinshotlarda ko'rsatilganda, ya'ni obunachilar ko'rayotgan paytda sizlarni kanalingiz shunaqa ko'rinadi. Men faqat ikkita kanalimni ko'rsatib qo'ydim. Ya'ni aktiv holatda ikkita kanalim bor. Qolganlarini rasmiy tasdiqlashimiz kerak. Xullas, balo-battarlar ko'p. Ya'ni telefon raqami orqali bu qolganlar kanallarim video joylashga tayyor bo'lmaganligi uchun bu tayyor kanalim. Buni o'zimga qachonlardir blogs qilib ijodiy maqsad, ya'ni ijodiy kontentdan chekingan holatda o'zimni vlogsimni ko'rsataman deb bu kanalni asrab kelayotganim. Mayli, kollaboratsiya orqali bu ham bitta prosmotr yeb tursin, prosmotr ko'rib tursin bu kanalim deb, ya'ni odamlarga ko'rinib tursin deb bu kanalimni qo'shib qo'ydim. Agar siz ham shunaqa qilib qo'shishingiz mumkin. Xo'p, videoni agarda siz YouTube'da ijod qiladigan inson bo'lsangiz, albatta mana shu YouTube kanalingizda mandan o'rganganingizni gapirib chiqing, men kanalimni tavsiya qiling demayman. Просто tak mana shu YouTube'da ijod qiladigan boshqa tanishlaringiz bo'lsa, videoni ulashib qo'ying. Zero qolgan odamlarga ham bitta foydali bo'lsin. Men faqat bu kontentim orqali odamlarga ozgincha bo'lsa ham foydam tegsin. Shugina holatda bu yangiliklarni birinchi bo'lib sizlarga yetkazyapman. Qolgan kontentlar ingliz va rus tilida buni avval ko'rsatib bo'lishgan. Buni chiqqaniga 15-20 kuncha bo'ldi. Bu menga Gmaildan xabar kelgan paytda nimaligini tushunmagandim. Ingliz ruschani tushunganlar bu anaqani srazi o'ziga anaqa qilib olib, uni gapirib chiqishdi, uni yoritib berishdi. Faqat o'zbek tilida bu yo'q edi. Mana bu endi men buni qilib chiqishga qaror qildim va sizlarga gapirib berdim va ko'rsatib berdim. Endi ushbu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar va sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bunaqa videolardan hali son mingta chiqadi. Mana shu kanalimiz rivoj uchun mana shu narsalar zarur. Bu menga hech qanaqa foyda yo'q. O'zbekistonda YouTube monetizatsiya qilinmaydi. YouTube kanallarining videolari mana shu o'zbek auditoriya uchun. O'shaning uchun faqat sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz uchun, men qo'llab-quvvatlasanglar, men motivatsiya olaman xolos. O'shaning uchun bitta like va podpiska bilan meni motivatsiya qilib tursanglar, bundan-da ajoyib yangiliklarni yoritib borishga harakat qilaman. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar.